Fasllar ularga ustida amallarga misollar ko'rib chiqamiz. Bir nechta misollar bor. Tushungancha emas. Ya'ni birinchi uchtalikda, ya'ni 3, 8 va hokazolarda logaritm hisoblangan 3 bo'ladimi, hisoblangan -2 bo'ladimi, hisoblandi 1/2 bo'ladimi yoki buni isbotlang deyapti. Ko'rsatkichli tenglamalar yoki ko'rsatkichli xossalarda darajaga aylantirishni o'rganib olinglar dedim. Bu yerda ham ishlab keldik. Masalan, 1/8 nimada bo'lsa bo'ladi? 1/8. 2 ni -3-sida bo'lsam bo'ladimi? 1/2 ni nimada bo'lsam bo'ladi? 2 ni -1-si. Teng. Boya savol berdim. Sizga savol berdim. Qarang, sayda. -3 oldiga qanday tushadi dedik? -1chi? Teskari. -3 ko'paytirilgan 1/-1. Boshda maydalab yozamiz, keyin yaqinlab olamiz. Logaritm 2 asos ko'ri 2 qoladi. Bundan necha chiqadi? Buni ko'paytirsam necha bo'ladi? 3. Demak, ayniyat ekan degan. Ya'ni tasdiq ma'nosini bersak bo'ldi. To'g'ri ekan degan. 25. 5 ning nimasi? Kvadrati. 0,2. -5 ni -1-si. Yana sayda 2 nima qiladi? Minuschi? -1 daraja asosiga 1/-1. Logaritm 5 asos ko'ra 5. Necha bo'ladi buni? Bundan necha chiqadi? To'g'rimi ekan? To'g'ri. Keyingi savolimiz. Bu yerda ozgina narsamiz bor, o'rgatishim kerak bo'lgan, demak hamma diqqat qiladi. Agarda logaritm 10 asos ko'ra 1 deymiz-ku, to'g'rimi? Buni tagidagi 10 ni yo'qotsak, L ga deb ketsak ham bo'ladi. Ya'ni 10 ni logaritm deyiladi. Odatda bolalar erkalab LG deydi. Yoki L ga deb ketadi. Buni tagida 10 bor degan. Tushuntira oldimmi yo'q? Endi ko'paytmani xossasini berdim. Ketdik. Sizga yordam. O'rtada ko'paytirish belgisi turibdi. Nima qilamiz? O'rtada ko'paytirish belgisi. Qanday yozamiz? Tezda. Logaritm 10 ni logaritm 10 qo'shilgan 10 ni logaritm 5-daraja nizosida 10. Keyin 10 ni logaritm 10 nechiga teng bo'ladi deysiz? 1 ga. Nega? Chunki L ga degani tagida 10 bor degani. 1 ni o'rnida nima kelyapti? 10. Logaritm 10 asos ko'ra 10 nechiga teng? 1 ga teng. 1 qo'shilgan 5-daraja nizosida 10 ni qanday yozib olsak bo'ladi? 10 ning darajasida, ya'ni 10 asos ko'ra 10 ning 1/5-si oldiga qanday tushadi? Ko'paytirib 1/5 L ga 10. Hozir nimaga teng bo'ldi lekin 10? 1 ga. 1 ga 1/5 ni qo'shayotgan bo'lsak 1/2. To'g'ri ekan. Xo'p, daraja masalasi bo'yicha, demak, Jo'shqinboy. Logaritm 1/4 asos ko'ra 64 nimada olsam bo'ladi? Endi teskarisi, qaranglar, bu yerda tayyor javobi kelganda isbotlang dedi. Xuddi shu narsani javobini chiqarishimiz kerak. 1/4 ni qanday yozib olsangiz bo'ladi? -4 ni -1-si. 64-chi? 4 ning 3-si. 3 qanday tushadi? Shunday, ko'paytirish 3 ko'paytirilgan bu. Endi -3 deb yozib ketsam bo'ladimi? Logaritm 4 asos ko'ra 4 nechiga teng bu? Demak, javobi necha ekan bu? Biz endi izoh berib o'tyapmiz. Oybekjon, logaritm y asos ko'ra b bo'lsa, buni ln b desak bo'ladi. Y bu yerda taqribiy 2,71 deb ketaveradi. Yoz shart emas, endi holat nazorat etadi. Endi b ni o'rnida nima kelyapti hozirda? Iltizosda y. Ln y ning nechinchi darajasi? 1/2-si teng. 1/2 pastga tushadi. Ln y dan necha chiqadi? 1 qayerdan paydo bo'ldi desa, mana. Y turibdi 1 o'rnida. Tushundingizmi? Logaritm y asos ko'ra y nimaga teng edi? 1. Shunda buni javobi necha ekan? 0,5.
Tushundingiz-a? Sizga savolim. 576 nimasi deb yozsak bo'ladi yoki kvadratda kubidir 5-darajasidir. Nimani? 24 ning kvadrati. Kvadrat nima qiladi? Oldiga ko'paytiruvchi bo'lib tushadi. Logaritm 24 asos kori 24 necha bo'ladi bu? Yo, bu necha? 1 2 bo'ladimi? Demak, buni javobi 2 ga. Tushunarli bo'ldi? Ibrohimjon, logaritm 3 asos kori 27 ning nima? Kvadrat logaritm 3 asos kori 27. Mana shu yerda ko'pchilik sinadi. Masalan, Oybek, mana shundan necha chiqadi? Og'zaki hisoblab beringlar. 9, rahmat. O'rganganman dedingiz. Durdonchi, necha chiqadi bundan? Tez ayting. Qanday qilib isbotlaysiz? Hozir bu 9 dedi, siz ham 9 ni balkim eshitgandirsiz. Isbotlang. Logaritm 3 asos kori 27 27 ni 3 kubiga olamiz, keyin 1 ketadi, 3 bo'ladi, 3 kvadrat bo'ladi. Necha bo'ladi? Ana logaritm 1 ga teng bo'ladi, 1 ning kvadrati 1 bo'lib ketadi, keyin 3 ko'paytirilgan 1 chiqadi bo'ladi. Ana endi qizim eshiting. Xato kamchiligi 9 to'g'ri edi, aslida to'g'rilab ketaman. Sizlarga hammaga savol. Bu yerda biron bir logaritm darajasini ko'rdilaringmi? To mana shu 26-savolgacha logaritm darajasini ko'rdilaringmi, yo'q? Yo'q, ha? Mabodo logaritm darajasi keldi-ku, eplolmayman, tushunmayapman degan savollaringga javob qanaqa bo'ladi? Logaritm 3 asos kori 27 dan nechta? 2 ta. Tushuntira oldimmi? Endi 27 3 ning 3-simi? 3 ning 3-si, to'g'rimi? 3 oldinga nima qiladi? Aha. Tushunadi? Bu necha? Bucha? 3 kare 3? 9. Hozir shunga doir bitta misol mayda kelyapti. Tushunib olasizlar. Bundachi 3 darajali tizosida logaritm 2 asos kori 256 bo'lyapti. 2 ni 9. Davronjon, 2 ning nechinchisi ekan? 9-si dedi. Rahmat. 2 ning 8-si, juda ham to'g'ri. 8 oldinga tushadi. 8 ko'paytirilgan logaritm 2 asos kori 2. Savol. Logaritm 2 asos kori 2 nechiga teng? 1 ga teng. Ha, 3-darajali tizos 8 dan necha chiqadi? 2 chiqadi. Javob nima ekan? 2 ekan. Qizim, eshitmishlar. Bunga taklif bering-da endi qizim. Mana kub kelyapti. Bu nima degan? Ma'nosi nima degan? Agar mana buni tepasida 3 kelganda edi, 3 oldinga tushardi-da. Bu yerda hozir nima turibdi? Logaritmni tepasida turibdi 3. Fikringiz? Eplolmadim degan so'z bo'lmaydi, chunki tepada aytib o'tdim. Kubga osh olamiz. Nima bo'ldi? Kubga osh olamiz. Nima uni? 3 ta qilsak bo'ladi. Mana logaritm yoki sal boshqacharoq fikrlashimiz ham mumkin. Qanday? Qaus qo'yaman. 3 ni tepaga qo'yaman. Qaus qo'yaman, 3 ni tepaga qo'yaman. Endi logaritm 1/32 asos kori 4 ni hisoblashni boshlayman. 4 2 ning nechinchi darajasi? Ha, 1/32 ni qanday yozsak bo'ladi? -5-ning kubi. Tushundingizmi qizim? 2 oldinga qanday tushadi? Qausdan tashqarida bo'ladimi yo ichida bo'ladimi? Ichida bo'ladi. Chunki qausni ichida bajaryapsiz. -5 nima bo'ladi? Teskari tushadi. Mana -5. Ko'paytirilgan logaritm 2 asos kori 2 ning kubi. Bu nechini beradi? Endi savol, ushladi 2 dan nechta? -5 dan nechta? 3 ta necha bo'ladi? 8 taqsim -125. Demak, buni javobi nima ekan? -8 taqsim 125. Tushunarli bo'ldi? Tushunarli bo'ldimi? Navbatdagi, Gulnoz. Buni biz zanjirli kasr deymiz. Logaritm, zanjirli logaritm deymiz. Zanjirli logaritm nima degani? Farazan mana bu yo'lda faraz qilsak, logaritm 2 asos kori argumenti bu. Ya'ni bu qausda degan. Logaritm 3 asos kori 81. Bunda son yo'q-ku. Bunda ko'paytirish belgisini qo'ymanglar. Bu ko'paytirish emas. Tushunarli?
Birinchi nimadan boshlab hisoblayman desalaring, 2 midi? 3 midi? 2 edi. Nimadan boshlab hisoblayman desalaring, birinchi navbatda oxiridan boshlaymiz. Logaritm 3 asos ko'ra 81 nechiga teng? 3 ning nimasi qizim? 4-inchisi. 4 buni oldiga tushadimi yo bu yoqqa? Mumkin emas bu. O'rtasiga tushadi. Logaritm 2 asos ko'ra, ya'ni kvadrat logaritm 2 asos ko'ra 4 ko'paytirilgan logaritm 3 asos ko'ra 3. Savol: logaritm 3 asos ko'ra 3 necha edi? Logaritm kvadrat logaritm 2 asos ko'ra 4 dan og'zaki ishlay olasizlarmi? Necha chiqadi o'ylaysizlar? 4 chiqadi. Qanday desa, buni ham xuddi shunday. Logaritm 2 asos ko'ra 4 ning kvadrati. Bundan necha chiqadi boya? 2. 2 ning kvadrati 4. Demak, bundan necha chiqar ekan? 4. Savol. Sizga. Chanos. Logaritm 2 asos ko'ra, logaritm iltizosi 3 asos ko'ra 81 zanjirli kasrda logaritm. Birinchi logaritm 2 asos ko'rani hisoblaysizmi yo mana buni? Rahmat. Demak, buni hisoblashga boshlaymiz. Logaritm iltizosi 3 asos ko'ra 81 ni qanday yozib olasiz? Logaritm 3 ning 4-inchisi asosi necha? Yo'q. 3 ning 1/2-inchisi. Minus qachon bo'ladi? Qachonki kasrli bo'lsa. 1/2 nima bo'lib tushadi? Jumabek? Yo'q. Teskari. Ne, işte 2 ko'paytirgan 4chi? Shunday. Logaritm 3 asos ko'ra 3. Oybek necha bo'lyapti bu? 1. Bucha? 8. Demak, buni o'rniga nimani olib kelib qo'yaman deysiz? Ha, logaritm 2 asos ko'ra 8 dan necha chiqayotgandi? 3. Og'zaki o'rganib qolasizlar to'g'risi. Ozgina bor. Demak 3. Navbatdagisi qo'shish formulasini berdim. Logaritm 12 asos ko'ra 24 qo'shilgan logaritm 12 asos ko'ra 6. Mana shu yerda ikkiga ham berdim. Sizga berdim. Aytib oling, nima qilamiz siz? Logaritm 12 asos ko'ra 24 qo'shilgan ko'paytiramiz. 12 asos ko'ra 24 ko'paytirgan 6. 24 ni 6 ga ko'paytiring. 144. 144 nimaning nimasi? Aha, logaritm 12 asos ko'ra 12 ning kvadrat darajasi. Bunda necha chiqadi? 2. Borib e'tibor bersalaring, boshda yozayotgandim. Logaritm 24 asos ko'ra 24 yozdim. To'g'ridan to'g'ri endi chiqarishni o'rganamiz. Logaritm 12 asos ko'ra 12 ning kvadrati 2 bo'ladi deb aytamiz. Tushunarli bo'ldi? Navbatdagi. Turbek, bu qaysi qoidaga o'xshaydi? hangida 10 bor deb. Zo'r. 10 bor deb hisobladingiz. Nima bo'ladi? Qo'sh bo'lsa. Zo'r. Necha bo'ladi bunda? 1000. Necha chiqadi bundan? 13. To'g'ridan to'g'ri yozish deyiladi. Durbekjon. Seni. Durbek dedilar. Endi ikkalasi ko'paytiriladi. Aha. Logaritm 144. Logaritm 12 asos ko'ra 1/144. E'tibor beringlar. Mana. Bu bilan farqi nimada? Teskari. Son bu, teskari. Bundan necha chiqar ekan? -2 mi? Demak, -2 javob. Asoslari bir xil. To'g'rimi? Bir xil bo'lsa nima bo'ladi o'rtada ayron bo'lsa? Bo'ldi. Logaritm iltizosi 2 asos ko'ra 6 taqsim 3 iltizosi 2. Irratsionallikdan qutqarib olsam bo'ladi. Logaritm iltizosi 2 asos ko'ra 6 iltizosi 2 taqsim necha deb olaman? 6. Rahmat. 6lar qisqardi. Logaritm iltizosi 2 asos ko'ra iltizosi 2. Bundan necha chiqadi? Demak, javobi. Bundan keyingi